Bugun MMA va boks olamida yana shov-shuvli voqealar yetarli. Nursulton Ro'ziboyev 2026-yilda nechta jang o'tkazmoqchi ekanini ochiqladi va uning rejasi muxlislarni hayratda qoldirdi. UFC afsonasi Dastin Porye esa kutilmaganda katta mojaro markazida qoldi. Internetda uning hibsga olinishi aks etgan video tarqaldi. Shundan so'ng Brilliant juda samimiy murojaat bilan chiqib, yordamga muhtoj ekanini tan oldi. Yengil vazn toifasida esa yangi super jang hidi kelmoqda. Charles Oliveira Justin Gage'ga ochiqchasiga murojaat qilib revansh talab qildi va hatto butun dunyo bu jangni ko'rishni xohlaydi deb bayonot berdi. Boks olamida esa Artur Beterbiev hali ham Dmitriy Bivol bilan hisob-kitob tugamaganiga ishonmoqda. Sobiq mutlaq chempion revanshdagi ishtirokini baholab, 3-jangda bundan ham kuchliroq bo'lishini aytdi. Xo'sh, Ro'ziboyevning rejasi qanday? Porye bilan aslida nima bo'ldi? Oliveira nega Gage'ni yana jangga chaqirmoqda va Beterbiev Bivol trilogiyasi qanchalik yaqin? Bularning barchasi haqida hozir gaplashamiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalga albatta obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Keling, boshladik. Xabaringiz bor, o'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyev 27-iyun kuni oktagonga qaytadi. Unga Ozarbayjon poytaxti Baku shahrida tashkil etiladigan UFC Fight Night turniri doirasida rossiyalik Andrey Pulyayev raqiblik qiladi. Hamyurtimizning ma'lum qilishicha, u mazkur bahsni jarohatsiz yakunlay olsa, yil oxiriga qadar yana 2ta jang o'tkazish niyatida. Xudo xohlasa Pulyayevga qarshi jangdan jarohatsiz chiqadigan bo'lsam, yil oxirigacha yana 2ta jang o'tkazmoqchiman. UFCdagi 5ta jangimni Amerikada o'tkazganman. Birinchi marta o'zimiz tomonda urushyapman. Bakuda, umuman olganda UFC qayerda jang belgilasa, istalgan joyga bora olaman, dedi Ro'ziboyev. UFC afsonalaridan biri Dastin Porye o'tgan dam olish kunlari yuz bergan shov-shuvli voqeadan so'ng ilk bor jamoatchilikka murojaat qildi. Hibsga olinishi ortidan tanqidlar markazida qolgan amerikalik jangchi o'zida muammo borligini tan oldi va yordamga muhtoj ekanini ochiq aytdi. Bunga internetda tarqalgan video sabab bo'ldi. Tasvirlarda Porye Atlanta aeroportida politsiya xodimi bilan janjallashishga uringani ko'rinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, u mast holatda samolyotga chiqmoqchi bo'lgan, biroq bortga kiritilmagan. Vaziyat shu darajaga yetganki, jangchi hatto elektroshoker zarbasini qabul qilishga ham bir bahya qolgan. Oradan ko'p o'tmay, Brilliant laqabli sobiq UFC yulduzi ijtimoiy tarmoqlarda samimiy bayonot bilan chiqdi. Men yordamga muhtoj ekanimni tan oladigan darajaga yetib keldim. Faoliyatimni yakunlash men o'ylaganimdan ham og'irroq kechdi, lekin bir narsani aniq bilaman. Alkogol bu muammolarning yechimi emas. U otamning hayotini barbod qilgan. Men esa uning mening hayotimni ham izdan chiqarishiga yo'l qo'ymayman. Oilam mening eng yaxshi holatimga loyiq. Men ular bilan 100% bo'lishim kerak. Hozir boshimni yig'ib olishga, hayotimni izga solishga va bundan keyin qanday yo'l tutishim kerakligini aniqlashga harakat qilyapman, dedi Dastin Porye. Eslatib o'tamiz, 37 yoshli amerikalik jangchi o'tgan yil yozida professional faoliyatini yakunlagan edi, biroq pensiyadagi hayot u kutgandek oson kechmayotganga o'xshaydi. Porye yakshanba oqshomida AQShning Jorjiya shtatida Atlanta shahrida hibsga olindi. U qo'lga olingandan 4 soat o'tib ozodlikka chiqarilgan. Dushanba kuni esa sud oldida ko'rinish berdi. Hozircha unga qanday jazo tayinlanishi noma'lum. Yakuniy qarorni sud chiqaradi. Bir vaqtlar oktagonda eng og'ir zarbalarga bardosh bergan Dastin Porye endi hayotidagi eng murakkab janglardan birini oktagondan tashqarida olib bormoqda. Yengil vazn toifasining sobiq UFC chempioni hozirda esa BMF kamari sohibi bo'lgan Charles Oliveira yangi UFC chempioni Justin Gage'ga murojaat qilib, ular o'rtasidagi ikkinchi jangni tashkil etishga chaqirdi. Braziliyalik jangchining fikricha, birinchi to'qnashuv ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lgan va shu bois revansh uchun barcha asoslar mavjud. Butun dunyo birinchi jangimizda nima bo'lganini biladi. O'shanda vazn o'lchash jarayonida meni adolatsiz ravishda chempionlik kamaridan mahrum qilishgandi. Shunga qaramay, men jangning o'zida g'alaba qozondim va raqibimni og'riqli usul bilan taslim etdim. Keyinchalik Gage'ning o'zi ham jang oldidan avtohalokatga uchraganini aytdi. Demak, ikkovimizda ham o'ziga yarasha bahsli holatlar bo'lgan. Kel, revansh qilaylik. Menimcha butun MMA olami bu jangni yana bir bor ko'rishni istayapti, dedi Oliveira. Eslatib o'tamiz, Oliveira va Gage ilk bor 2022-yil may oyida UFC 274 turnirida to'qnash kelishgan. O'sha jang oldidan Charles vazn me'yoriga sig'a olmagani sababli UFC yengil vazn chempionlik kamaridan mahrum etilgandi.
Endilikda vaziyat o'zgardi. Justin Gaethje yana UFC yengil vazn toifasining chempioni hisoblanadi. Oliveira esa BMF kamariga egalik qilmoqda. Shu sabab ularning ehtimoliy revanshi nafaqat eski hisob-kitoblarni yopishi, balki diviziondagi kuchlar muvozanatini ham qayta belgilab berishi mumkin. Agar UFC bu jangni tashkil qilsa, yengil vazn toifasidagi eng kutilayotgan to'qnashuvlardan biri yuzaga kelishi shubhasiz. UFC'ning sobiq chempioni Sean O'Malley amaldagi chempion Pyotr Yan haqida juda yuqori fikr bildirdi. Amerikalik jangchining aytishicha, rossiyalik sportchi MMA'dagi eng mukammal jangchilardan biri hisoblanadi. Pyotr Yanning qanchalik kuchli ekanini MMA ichidagi odamlar juda yaxshi biladi. U bu sportda bo'lishi mumkin bo'lgan eng yuqori darajaga yaqin jangchilardan biri. Uning zaif tomoni deyarli yo'q. U har bir yo'nalishda kuchli, zarba berishda ham, himoyada ham, taktika va texnikada ham juda yuqori saviyada. Agar sof mahorat haqida gapiradigan bo'lsak, men uni Ilya Topuria va Jon Jons bilan bir qatorda qo'ygan bo'lardim, dedi O'Malley. Bu kabi maqtovlar bejiz emas. Pyotr Yan professional MMA'dagi faoliyatini 2014-yilda boshlagan va shu vaqt ichida divizionning eng xavfli jangchilaridan biri sifatida nom qozondi. Hozirga qadar rossiyalik jangchi 25 ta professional jang o'tkazgan. Uning hisobida 20 ta g'alaba va 5 ta mag'lubiyat mavjud. G'alabalarning 8 tasi muddatidan oldin qo'lga kiritilgan. Sean O'Malleyning bu fikrlari MMA muxlislari orasida katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Chunki Topuria va Jon Jons ko'pchilik tomonidan zamonaviy MMA'dagi eng texnik va eng universal jangchilar qatorida ko'riladi. Endi esa O'Malley aynan shu ro'yxatga Pyotr Yanni ham qo'shmoqda. Yarim og'ir vazn toifasida sobiq mutlaq jahon chempioni Artur Beterbiev Dmitriy Bivolga qarshi revansh jangidagi ishtirokini baholarkan, ikkinchi jangda o'zini birinchisiga qaraganda yaxshiroq ko'rsatganini ta'kidladi. Rossiyalik bokschining aytishicha, u Bivol bilan 3-jang o'tkazishni juda xohlaydi va bu qarama-qarshilik nafaqat o'zi, balki butun boks olami uchun ham qiziqarli bo'ladi. Men Bivol bilan 3-jangni juda xohlayman. O'ylaymanki, hamma bizning trilogiyamizni ko'rishni istaydi. O'zimni juda yaxshi his qilyapman. Agar kimdir hali ham mening qanchalik kuchli ekanimga shubha qilayotgan bo'lsa, bu jangni tashkil qiling. Shunda hammasini ringning o'zida ko'rsataman. Shaxsan men revansh jangida birinchi bahsdagidan yaxshiroq boks qilganimga ishonaman. 3-jang bo'lsa, unda esa ikkala oldingi jangdagidan ham yaxshiroq harakat qilaman, dedi Beterbiev The Ring jurnaliga bergan intervyusida. Chempionlik poygasida Michael Moralesni ortda qoldirgan Ian Machado Gary ekvadorlik jangchiga kutilmagan maslahat berdi. Irlandiyalikning fikricha, Morales yarim o'rta vaznni tark etib, o'rta vazn toifasiga ko'tarilgani ma'qul. Gary bu fikrni Carlos Pratesning so'nggi natijalari bilan izohladi. Carlos Prates undan ko'proq ish qilganiga hech qanday shubha bo'lishi mumkin emas. Oxirgi paytlarda bu sportda hech kim Prateschalik katta ish qilgani yo'q. Moralesning keyingi qadamini bilmayman. U 9 oydan beri jang qilmayapti. Katta ehtimol bilan yana kamida 9 oy oktagonga chiqmaydi. Chunki men Prates yoki Shavkat Rahmonovga qarshi himoya jangini qachon o'tkazishimni hozir ayta olmayman. Lekin bitta narsa aniq. Prates navbatdagi chempionlik jangiga hammadan ko'ra ko'proq loyiq, dedi Gary. Shundan so'ng irlandiyalik Michael Moralesga bevosita murojaat qildi. Bilasanmi, men Moralesga nima maslahat bergan bo'lardim? O'rta vaznga ko'tarilsin. U hali yosh, jismonan juda katta jangchi, iqtidor ham yetarli. Hozir o'rta vazn divizionida yorqin yulduzlar unchalik ko'p emas. Menimcha, u o'sha yerda ancha katta muvaffaqiyatlarga erisha oladi. Lekin agar yarim o'rta vaznda qolishni tanlasa, bir kun kelib uning boshini uchirib yuboraman, dedi Gary Ariel Helvani bilan bo'lgan intervyuda. Morales esa bu gaplarga uzoq kutib o'tirmadi va darhol javob qaytardi. Ian Garyga bitta gapim bor. Bunday narsani hatto orzu ham qilma. Men yarim o'rta vaznni tark etmayman, dedi mag'lubiyat nimaligini bilmayotgan ekvadorlik jangchi ijtimoiy tarmoqqa joylangan videoda. Eslatib o'tamiz, 15-avgust kuni Filadelfiyada bo'lib o'tadigan UFC 330 turnirida Ian Machado Gary yarim o'rta vazn chempioni Islom Maxachevdan kamarni tortib olishga urinadi. Michael Morales esa mishmishlarga ko'ra navbatdagi jangini Carlos Pratesga qarshi o'tkazishi mumkin. Agar bu jang tasdiqlansa, u diviziondagi navbatdagi asosiy da'vogarni aniqlab beradigan haqiqiy sinovga aylanadi.